Bugun sizlar bilan yana bir quvonchli kunlardan birida turibmiz. Mana shu ochilayotgan binoyimiz ham, ochilayotgan markazimiz ham mana shu yerdagi aholimizni sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishidan albatta foydalanib keladigan umiddamiz. 2022-yil 5-mayida katta yig'ilishda hurmatli prezidentimiz tez tibbiy yordamni yagona vertikal boshqaruv tizimiga aylantiramiz. Uni raqamlashtiramiz, uni to'liq infrastrukturasini, texnikasini yangilaymiz va xalqimizga munosib xizmat ko'rsatadigan tizimga, professional tizimga aylantiramiz deganlarda mana 3 yilga qarab ketyapmiz. Hozirgi kunga kelib 65 ming xodim ishlaydigan katta yagona vertikal tashkilotga aylandik. Bundan tashqari tizimimizda yagona vertikal tizimi tashkil qilinib, butun respublika bo'yicha respublika tez tibbiy yordam markazi, viloyat filiallari, tuman stansiya, podstansiyalari infrastrukturasi mana shunga o'xshab yangilanyapti. Xodimlarimizga ish sharoitlari yangilanyapti. Bu barchasi olib borilayotgan islohotlarimizning natijasi. Скорую помощь нам построили замечательную. Спасибо президенту за это. Спасибо. Prezidentimizga rahmat. Aholiga bo'lgan chaqiruvlarni yaqinlashtirish maqsadida mana bizga bugungi tadbirimizda yangi BYD mashinasini mana bizga topshirishdi. Bu yana ham aholiga bizni chaqiruvlarni yaqinlashtirishga, sifatli yordam ko'rsatishga xizmat qilyapti.